Shu yilning 7-oktyabr kuni Andijon viloyatida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari ishtirokida imom xatiblar faoliyati samaradorligini oshirishga bag'ishlangan ilmiy-amaliy seminar bo'lib o'tdi. Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangan tadbirda dastlab muftiy hazratlari nutq so'zlab, bunday keng qamrovli uchrashuvlarning ahamiyati va samarasi haqida fikr bildirdilar. U zot bu tadbirlar ilmiy tajriba almashish, hududlardagi faoliyatni yanada yaxshilash, aholi bilan muloqotni kuchaytirishda muhim o'rin tutishini ta'kidladilar. Yig'ilish davomida bosh imom xatiblar o'z hududlarida amalga oshirilgan ishlar, masjidlarda hujjat yuritish, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik, aholi bilan suhbatlar va amaliy ko'maklar haqida hisobot berdilar. Seminar yakunida to'plangan tajriba va natijalarni butun tizim miqyosida ommalashtirish yuzasidan xulosalar qilindi. Kunning ikkinchi yarmida tadbir ishtirokchilari Andijon shahridagi Hazrati Bilol jome masjidida jamoat bilan peshin namozini ado etishdi. Namozdan so'ng muftiy hazratlari jamoatga ruhiy tarbiya, shukronalik, ixlos va samimiylik haqida ma'rifiy suhbat o'tkazdilar. Shundan so'ng muftiy hazratlari Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi Muruvvat nomli nogironligi bo'lgan bolalar mehribonlik uyiga tashrif buyurdilar. Bu yerda O'zbekiston musulmonlari idorasi va Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan maishiy texnika jihozlari, oziq-ovqat mahsulotlari hamda gigiyenik vositalar topshirildi.